Voy, yaxshi keldingizmi? Yo'q, eshitmadingmi? Homiladorligimda e'tibor bermaydigan bo'lib qoptimi? Voy, ishonmay somsani umringda yemagansan. Og'izlaringda erib ketadi. Shunaqangi shirin pishirgan, mazza qilib yuborasan. Men pishirgan ovqatlar mazali emasmi? Kim pishirgan somsalar bunchalik zo'r ekan? Menga qarab 3 kun, 3 xil programma, artistlar, shou, 3 kun mazza qilib kelamiz, menga ishon. Telefonimni tutib olsan, Qachon aytmoqchi edingiz menga? nima deb olsan o'zingchi? 3 kun, 3 ta rekord Pepsi Lazzatli Fest mamlakat markaziga aylanadigan festival. 22-may mingta lavashdan nar, 23-may og'irligi 800 kilo bo'lgan lag'mon, 24-may 12 mingta somsa bo'yicha eng katta rekord. Pepsi Lazzatli Fest O'zbekistonda birinchi marotaba yangi darajadagi festival, yana Humo Arenada. Artistlar ishtirokida shou bo'ladi. Men-chi, men ham borgim keladi-ku. Borganda hech naqa festival bo'lgandan keyin yana kirish ham bepul. Voy, tag'in bepulmi? Bilasan-ku, Pepsi har doim odamlarni baxtli qiladi. Unda men ham o'rtoqlarim bilan boraman. Bor sen bor, men ham o'rtoqlarim bilan boraman. Siz-chi, siz kim bilan borasiz?